buni o'qib bir hayotimizda taftish qilish kerak bo'lgan hamma narsa borligini tushunasiz. Bir yaqqol ko'rsatib beradigan kitobdir. Robin Sharmani ham kitoblari juda ham ajoyib va foydali. Iltimos qilardim, balki bu narsa barchaga yordam berar va foyda keltirar. Pastda описание bo'limida o'zingiz o'qigan eng yaxshi kitoblarni tavsiya qilib yozib qoldirsangiz. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar va kanalimiz mehmonlari, kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan kitob mavzusida gaplashmoqchiman. Bugungi kunda har bir inson kitob o'qishi kerak. O'zi umuman hamma vaqtda va har qanaqa xalqlarda o'sish va rivojlanish uchun, bilimga ega bo'lish uchun, umuman hayotda yaxshiroq yashash uchun albatta bizga kitobning yordami tegadi. Va kitob eng yaqin do'st, bilimi zo'r. Kitob eng yaqin do'st, bilagi zo'r birni yiqar, bilimi zo'r mingni. Va shu kabi maqollar xalqimizda mavjud. Albatta men bu maqollarga to'laqonli qo'shilaman. Chunki buni hayotning o'zi ko'rsatib turibdi. Misol uchun, eng kuchli inson ko'pi bilan 10 ta insonni yiqitar, yoki bo'lmasa 100 ta odamni yiqitar. Lekin bilimi zo'r insonchi, eng bilimi zo'r inson nechta odamni? O'ylab ko'ring. Endi kitob haqida gaplashamiz bugun. Men o'qigan 3 ta kitob yoki o'qiyotgan 3 ta kitob. Mana shular haqida suhbatlashamiz. Birinchi kitob bu men o'qib tugatgan Sanjar Xo'janing Qadam kitobi. Bu kitob har bir insonga, o'zbekistonlik yoki bo'lmasa har bir vatandoshimizni o'qishi kerak bo'lgan kitob deb o'ylayman. Chunki bu yerda bizning xalqimizdagi bo'lmasa umuman butun dunyodagi yuz berayotgan muammolar va ularga yechish uchun bir o'zimizga maqsad qo'ya olamiz. Yoki bo'lmasa o'zimizni oddiygina hayotimizni to'g'rilash uchun fikrlar, mulohazalar va maslahatlarni ushbu kitobdan olishimiz mumkin. Sanjar Xo'janing Qadam kitobidan. Iloji bo'lsa mana shu yerga rasmini yoki bo'lmasa ma'lumotlarini qo'yib ketaman va pastda описаниеda videoning описаниесida ushbu kitobning elektron variantiga yuklab olishingiz uchun manzilni tashlab ketaman. Demak, ushbu kitob haqida gaplashsak, bu kitobni menimcha 1 oy bo'ldi o'qiganimga, juda ham bir ajoyib energiya va qanaqadir o'zimga insightlar oldim. Juda ham zo'r. Maqsadni aniqlashtirish, hayotimizdagi orzu va maqsadlarni ajratib olish va o'zimizni mana shu maqsadga yo'naltirish bo'yicha 3 ta bo'limga bo'lingan bu kitob. Juda ham bir ajoyib. O'qib ko'ring. Albatta o'qing. Albatta videoning описаниесida qoldirib ketaman ushbu elektron variantni. Endi esa keyingi kitob bu Shahbozbek Dalimovning Maqsad kitobi. Ushbu kitob ham bir ajoyib. Bu kitobni 2019-yilda chiqqan edi. Taqdimoti bo'lgandi. Shahbozbek Dalimov O'zbekistonga kelib taqdimot qilib bergandi. Asahi.uz tomonidan chop etilgan. Asahi.
xalifa Shahid Alimovni taklif etamiz. Olov ko'zingdan maqsading ayon, yana oldingsan hamma bunga. Ana o'shanda o'qib kelgan paytingizda aeroportga kirgandan keyin unda vatanni tuprog'ini o'zingizga surtadigan bo'lasizlar. O'zbekistonni yomonlamasdan. Ko'zingdan maqsading ayon. Xo'p, ushbu kitob ham juda ham bir ajoyib va hayotiy tajribalarga boy. Menimcha polni to'lig'icha hayotiy tajribalar bilan bo'lsa kerak. Shahbozbek Dalimovni hammamiz YouTube orqali taniymiz. Agar tanimasangiz, YouTube'da qidiruvga Shahar Dalimov deb yozing va bemalol Shahbozbek Dalimov videolarini ko'rib maza qilishingiz mumkin. Endi bu kitobga to'xtaladigan bo'lsak, bu kitob Shahbozbek Dalimov aytganidek, bir maslahat o'laroq chet elda o'qimoqchi yoki bo'lmasa o'qiyotganlar uchun maslahatlar va tajribalarni ulashish maqsadida yozilgan. Endi bu kitobda Shahbozbek Dalimovning to o'sha yoshligidan va hozirgi o'sha 2019-yilga qadar hayotida bo'lgan voqealar asosida qiyinchiliklarni qanday yengib o'tgani, qanday qilib yordam olgani, umuman hammasi mana shu kitobda batafsil yozib ketilgan. Albatta o'qishni tavsiya qilaman. Bundan biz o'zimizga bir nima olsak bo'ladi, o'rnak olsak bo'ladi yoki bo'lsa tajriba, bir ko'nikma olsak bo'ladi. Menimcha. Xo'p, keyingi kitob esa Robin Sharmaning O'lsang kim yig'laydi kitobi yoki bo'lmasa Robin Sharmaning muvaffaqiyatga erishishning 200 ta siri kitobidir. Bu ikkala kitob ham ajoyib kitob. Ikkalasini ham birinchi kuni 200 ta siri muvaffaqiyatga erishishning 200 ta sirini o'qigan bo'lsam, ikkinchi kuni o'sha Robin Sharmaning O'lsang kim yig'laydi kitobini bir 20 yo'q 30 sahif o'sha 20 sahifasidan o'tib qoldim. Juda ham bir ajoyib energiya beradigan, insonni o'zini hayotida o'ziga bo'lgan ishonchini, hattoki mana shu hayotda hech narsaga erisha olmayotgan insonni nima sababdan erisha olmayotganligini bir yaqqol ko'rsatib beradigan kitobdir. Robin Sharmani ham kitoblari juda ham ajoyib va foydali. Albatta tavsiya qilaman o'qishni. Bu kitobni ham narigi Shahbozbek Dalimovning Maqsad kitobini ham elektron variantini albatta video opisaniyasida, video descriptionda mana shu videoning descriptionida qoldirib ketishga harakat qilaman. Chunki Shahbozbek Dalimovning elektron variantdagi kitobini topish juda ham qiyin bo'ldi, to'g'risi. Mana shuni Xudo xolasa videoni opisaniyasida qoldirib ketaman. Bemalol yuklab olib o'qishingiz mumkin. Endi esa O'lsang kim yig'laydi kitobi bilan to'xtalamiz. O'lsang kim yig'laydi kitobi bu Robin Sharmani bilmadim, juda ham bir ajoyib va zo'r yozilgan, o'qigan sari o'qigingiz keladi. Qisqa bir o'gitlardan, ma'lumotlardan tashkil topgan. Buni o'qib bir hayotimizda taftish qilish kerak bo'lgan hamma narsa borligini tushunasiz. Kitob o'qib bir hech qachon zarar ko'rmaysiz. Hattoki vaqtingizdan ham, naqdingizdan ham, hamma tarafdan. Chunki hozirgi kunda kitobni pulga olib o'qish shart emas. Sizda telefon bo'ldimi, elektron variantini qidirib ko'ring. Bo'lsa o'qiysiz. Bo'lmasa boshqa kitobni qidirasiz. Yaxshilarini qidirasiz. Lekin mana shu yuqorida aytgan 3 ta kitobim siz o'qishingiz kerak bo'lgan yoki bo'lmasa rivojlanishni xohlagan har bir inson o'qishi kerak bo'lgan kitoblar sarasiga kiradi. Endi hozirgi kunda mashhur bo'layotgan bestseller kitoblar haqida suhbatlashamiz. O'zbekistonda bestseller bo'layotgan kitoblar bu Javlon Jovliyevning Qo'rqma kitobi. Hozirgi kunda O'zbekistonda bestseller kitobi. Bu Qo'rqma romani Tahsin nimasiga sazovor bo'ldi. Javlon Jovliyevning Qo'rqma romani. Bu kitobni to'g'risi o'qib chiqmadim, o'qishga nima qilmadim, elektron variantini topa olmadim chunki u yaqinda chiqdi, olishga esa qimmatroq ekan.
shunaqa gaplar. Endi esa keyingi kitob $1 million xatolar yo bo'lmasa diqqat kitobi, o'kinma kitobi, doktor Oays Qarniyning va juda ham bir turk adabiyotiga o'tsangiz bo'ladi. Turkiyani adabiyotlari ham o'zbekistonliklar juda ham sevib o'qiydi. Ulardan biri Seman Marashli juda ham bir kitobi bor, to'ydan keyin ham muhabbat bo'lsin degan. Yana mening rafiqam dunyodagi eng yaxshisi, menimcha shunaqa edi. Shunga o'xshagan bir kitoblari zo'r. Ularni o'qib, bir o'zingizni yangi agar oila qurishga yaqin kelgan bo'lsangiz, oila qurishga endi nima bo'lsangiz, oila qurgan bo'lsangiz ham, menimcha mana shu kitoblarni o'qib, bir hayotingizni, oilangizni yanada yaxshilashingiz va yanada bir foydali jihatlariga o'tishingiz mumkin hayotingizni. Menimcha mana shu kitoblar sizga yordam bera oladi. Endi esa shunaqa kitoblarni o'qishni tavsiya qilaman. Agar videomiz sizga yoqgan bo'lsa, unda like bosing va pastda o'zingizni fikrlaringizni qoldiring. Va shuningdek, iltimos qilardim, balki bu narsa barchaga yordam berar, balki foyda keltirar. Pastda opisaniya bo'limida o'zingiz o'qigan eng yaxshi kitoblarni tavsiya qilib yozib qoldirsangiz. Albatta bu faqat menga emas, balki videomizni ko'rgan barcha insonga mana shu kitobni, balki siz orqali mana shu kitobni o'qishga sazovor bo'ladi. Balki bu kitobning borligini bilmas bu odam. Balki siz o'qigansiz o'sha kitobni. O'qigansiz va boshqalar bilmas. Mana shu kitobni tavsiya qiling. O'zingiz o'qigan eng yaxshi kitoblarni biz ularni o'qiylik. Hayotimizni yanada yaxshilaylik. Albatta hammani hayotini yaxshilash o'zini qo'lida yoki yomon qilish o'zini qo'lida. Juda ham bir yaxshi suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Omon bo'ling, sog' bo'ling do'stlar. Keyingi safar ko'rishguncha sog' bo'ling. Sizlar bilan Halilov guruh Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you. Oh, I'm still